Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan men Temurbek, Temur Karvon kanali admini. Bugun xudo xolisa sizlar uchun shunaqangi go'zal, fayzli, barakatli joylarda tayyor 4,5 sotikli uy-joy xonadon sotuvga qo'yildi. Turgan joyimiz Toshkent viloyati Nurafshon shahri Qumariq mahalla fuqarolar yig'ini Sada ko'chasida turibmiz. Ko'chalarni ko'rishingiz mumkin. To'liq asfalt, jiloy mahalla. Betlar buzilish, qurilish, snos hech nimaga tushmagan. O'zimning mahallam, o'zimning qo'shnimning uyi sotuvga qo'yildi. Katta yo'lga chiqib boradigan bo'lsanglar, bir 400-450 metr uzoqlikda turibmiz. Orientir sizlarga Nurafshon shahar viloyat hudud gaz ta'minotini oldi bilan kirib kelsanglar, to'g'ri shu xonadonga kelasizlar. Mahalla zo'r. Gaz, suv, svet, internet hammasi o'tgan. Tungi chiroqlar o'rnatilgan stalbalarga. Maktab, bog'cha, magazin, viloyat korxona tashkilotlari shunday yoninglarda. Bu yoqda mana stadion, naryoqda Nurafshon City, Qo'zma, korxona, magazin, hamma narsa bor, makro havasli. Masjidga yaqin, azon ovozi eshitilib turadi. Xonadon zo'r holatda, sotilayotgan sabab mablag' zarur pul kerakligidan sotilyapti. Xonadonimiz yarmi sotilyapti, hammasi emas, mana shu darvozaxonadan oxirigacha sotilyapti. Agar o'tda boshigacha devorlar urasizlar, eniga 11 metr, uzunasiga 43 metr. Shunda 4,5 sotikdan oshyapti. Chegaralarni ko'rsatamiz. Chegaralar mana shu uyni burchagigacha ko'rishingiz mumkin. Orqada mana yo'lakcha ham tashab ketilgan. Uyda havo aylanib turishi atrofida. Gazli sho'tchiklar mana o'rnatilgan. Stalbani mana ko'rsating, tungi chiroqlar hammasi bor. Elektr sho'tchik mana devorlar orqasida turibdi. Sharoit zo'r. Qo'yliqqacha turgan joyimizdan chiqadigan bo'lsa maksimum 20 km. Food City 16 km uzoqlikda. Pastdagi raqamlar uy-joy xonadon egasiniki. Bemalol aloqaga chiqib savdolashib gaplaverasizlar. Tayyor uy-joy, kirasiz, yashaysiz. Boshlang'ich narxi 59 ming AQSh dollari so'ralyapti. Ya'ni o'tadigan, kelishadigan joy bor, barakasi bor. Kelib savdoni qilaverasizlar. Mabodo pulinglar yetmay qolsa, biron bir yaxshi mashinalar bo'lsa, yangi mashinalar hozirgi chiqayotgan mana Inamarka yangi chiqayotgan Xitoy mashinalari yoki o'zimizni Devo mashinalarimiz chiqayotgan yangilardan bo'ladi. Yili yangi bo'lsa, barteri bor deb aytishyapti. 2026 maksimum 2025 bo'ladigan bo'lsa, barteri bor, xudo xolasa. Chegara mana masjiddan olinadi. Mana shu uyni burchagidan oxirigacha devorlar urasiz, agar o'tda boshigacha. Mana bu tarafdan shunday buzib turib, katta darvoza ochib olsanglar bo'ladi. Mana bu tarafdan tushuntiramiz. Uyga kirib obzorni qilamiz. Like, podpiska esdan chiqmasin, joningiz sog' bo'lsin. Hammaga omad. Boshladik. Mana xonadonning fasad ko'rinishi ko'rishingiz mumkin. Xonadon juda ham katta. Shuni tengari mana shu burchagidan to'g'ri oxirigacha devorlar urasizlar. Agar o'tda boshigacha mana masjidga shunday buzib tashab katta darvoza ochsanglar bo'ladi. Bu yoqda ham G shaklida xonadoni bor. Hozir ichkariga kiramiz. Ko'chalarni ko'rishingiz mumkin. O'zimning mahallam, o'zimning qo'shnimning uyi mana. Ko'rish zo'r joylar. Xudo xolasa, olgan odam tayyor ko'chmas mulk investitsiya olyapti. Bu yoqlarni navesli mana. Mana shu burchakdan o'sha devorlar oxirigacha urasiz. 4,5 sotikdan oshib ketyapti. Xudo xolasa, mana bitta xonaga mana bu o'rtaga darvozalar tushsa, darvozaxona bo'ladi. Mana bu yo'q, mana ko'ryapsizlar, devor pechka tayyor uy-joy mana hammasi. Sipir-sidir qilib shunday kirib ko'chib yashasa bo'ladi. Mana hamma joy avtomat ko'ryapsizlar. Oyna, eshik romlar hammasi akfadan. Bu yoqda oshxona mana. Oshxona ham katta, keng. 59 ming dollar. Yana o'tadigan, kelishadigan joy bor. Kelib savdosini qilaverasizlar. Xudo xolasa, ozgina o'tib kelishtirib beradi, barakasi bor. Joy zo'r, lokatsiya zo'r. Bu yoqda o'zini uy joyi. Yaxshi inson bilan mana qo'ni qo'shni bo'lasizlar. Uy joyi ham qo'ni qo'shni oldiydi-yu. Xuddi shunaqa variant mana sizlarga. Mana uy joy. Tepalari navesli yopilgan. Shunda oxirigacha devor ursanglar, nari yoqdan bitta darvoza ochib olasizlar bo'ldi. Nurafshon shahrida turibmiz.
Toshkent viloyati Nurafshon shahri. Ichimlik suvlari, vodoprovod suvi. Suvni ochib yuborasizmi, Qahramon aka? Suvni ochib yuborasizmi deyman, motorni qo'shib yuboring, suv chiqarib yuboraylik. Suvni hozir ko'rsatamiz ungacha. Bu yoqda hammom, mana. Hammom ham sizga o'tib ketyapti. Oshxona, hammom, nari yoqda tayyor ikkita xonasi bilan. Mana. Tayyor mana. Mana. Suvdan muammo yo'q, xudo xolasa. Napor zo'r. Bu yoqda hojatxonasi hamda molxona ham kirib ketyapti. Navesi ko'ryapsizlar. Tepasi bostirma pichan boshga. Tayyor molxonasi bilan mana sotilyapti. Mana. Qo'ni qo'shnilar zo'r, yaxshi, ahil, mahallamiz zo'r xullas. Olgan odam xudo xolasa baraka topadi-da, yaxshi inson bilan qo'ni qo'shni bo'ladi. Mana bu darvozaxona shunda bu tarafga o'tib ketyapti, o'ziga qo'yapti. Sizlar o'zingizlarga mana shu uy tarafidan, eshik tarafdan to'g'ridan darvoza ochib olasizlar. Qaranglar. 11 metrga bunaqasi 43 metr. 11 metrga 43 metr. Shunda kalkulyatorga solib ko'ringlar. 4,5 sotik emas, 473 chiqib ketadi. Kelib ko'rib o'lchab olaverasizlar. Kadastr zo'r holatda. Xudo xolasa kelib oldi sotdi qilib shunda bo'lib olasiz. Puliga kelsangiz bo'ldi. Mevali daraxtlar ekilgan, mana bu yoqda qo'ni qo'shni, bu yoqda qo'ni qo'shni. Mahallamiz zo'r. Alhamdulillah, Xudoga shukr, mahallamiz zo'r, inoq, yaxshi, o'zbek mahalla, hamma bir-biri bilan bordi keldi qiladi. To'y, hasham, maraka yig'illarda hamma birga. Sizlar ham kelsanglar, Xudo xolasa mahallamizga qo'shilasizlar. Alloh nasib qilsa. O'zim ham shu yerda turaman, shu mahallada, mana shu xonadondan 3 ta uy o'tgandan keyin. Pastdagi raqamlar uy-joy xonadon egasiniki. Mana shu xonadonimiz 4,5 sotikli Toshkent viloyati Nurafshon shahri Qumariq mahalla fuqarolar yig'ini Sada ko'chasida joylashgan. Orientir Toshkent viloyati hududiy gaz boshqarmasining orqasida joylashgan xonadonimiz. Boshlang'ich narxi $59,000 so'ralyapti. Yana o'tadigan, kelishadigan joyi bor. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, savdolashib, barakasini qilaverasizlar. Variantlar bormi deganlarga variantlarni aytib o'tdim. Yaxshi mashinalar bo'lsa, inomarka, yili yangi yoki o'zimizni yaxshi GM mashinalari bo'lsa, yili yangisi bo'lsa, unaqasiga ham o'ynaveramiz, barteri bor. Kelishilaveradi. Ozgina yetmay qolgan joyiga deyapman-da. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammaga rahmat.